Ay. Boy. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, sizlar bilanman Rayzen. Kecha qishlog'imizga yangi boy kelgan. U ana uyga turibdi. O'shaning yoniga borib ish so'rab ko'ramiz. Oxirida umarishga ham harakat qilamiz. Ketdi. Yomg'ir ham yog'yapti mana. Boy aka. Boy aka. Nima? Oching eshigingizni. Kiraveraymi? Kir. Isming kim? Nima buncha sassiz yotibsan? Unaqadimi? Nimaga kelding? Menga bir ikkita ish yo'qmi? Bor, hozir. Men buni qaraylar, bolalar kolleksiyami bu. Nima ish bor? Kitobchalarni changi olchiq va devorlarni ham. Oxirida pul beraman. Pulingiz bormi o'zi? Yo'q. Men bilan yaxshilab artib chiqaylik. Artib chiqamiz. Men bizlarni ham sandiqxonaga o'raylikchi buni. Voy. Bittasi hech narsa qilmaydi. Artamiz, changini artamiz. Artib chiqaylik. Artib chiqamiz. Artamiz, changini artamiz. Boy aka, bo'ldim ish qilib. Mana hozir beraman. Mana men bir oling, men bir. O'zingga olaver. Men buni ham oling. Menga kerak emas. Tak. Mana shu 5 tasi yetib qolar. 5 ta olmos berasizmi shuncha ishga? Otashin tez. Al. Yana ish bormi boshqa? Yo'q. Birozdan so'ng beraman. Mana bitta bor. Hop. Mashitga solib qo'yamiz bu pullarni. Oy, gadoy. Gadoy. Nima qilyapsan? Mana yashirding. Vloga qo'limni tekkizing kelmayapti-da, bo'lmasa ochib ko'rardim. Yur, senga bitta ish beraman. Xo'p, hozir boraman, keting. Deyalmasa uyimga ham kelaveradi boy. Bitga solib qo'ying narsalarimni. Hozircha 4 tasi yonida turib turaveradi. Boy yoniga boraylikchi, nima ish bor ekan. Ketdi. Boy aka? Boy aka. Nima ish bor degandingiz, boy? Kel. Hozir beraman. Menga 30 ta daraxt olib kel. 30 ta? Ha. Bering. Bor endi. Ovqatingiz yo'qmi boy aka? Qornim ochib ketdi. Mana bitta steykim bor ekan. Voy, go'sht. Rahmat boy aka. Umringiz uzoq bo'lsin, rahmat boy aka. Bu xasis boyga 30 ta qayerdan topaman? Tezroq chopish kerak bularni. Turibdana. Bolalar, buni chopib bo'lgandan keyin videoni davomini yoqaman. Mana bolalar 30 ta daraxt chopib olib kelyapmiz boy akaga. Yoniga kelaylik. Boy aka? Boy aka, keldim. 30 tamidi? Ha. Oling. Men boltangizni ham oling. Hozir senga pul beraman. Pul tashla. Pul bering endi. Ma. Bering. Hozir beraman. 2 ta berasizmi?
Hozir beraman. Bering tez. Yonimda ikkitasi bor ekan-da. Ha, yaxshi, bunga bugun 10 ta beraman. Mana sen mendan 15 ta olmos. Ol. Rahmat boy akam. To'xta, shu yerda tur. Bering tezroq. Ma. 4 ta go'sht. Rahmat boy akam. Rahmat. Yana ish yo'qmi? Yo'q, bor, birozdan keyin beraman. Hozir kellamga kelmayapti-da. Xo'p. Qorong'i ham tushyapti bolalar. Kechqurun bu boy O'maramiz bu boyni. Tezroq qorong'i bo'lardi. Qorong'i tushdi. Uyga borib olay. Hozir emas. Uyga boramiz bolalar, ketdik. Qorong'i ham tushdi. Ovqat yeb olsam. Hoy gadoy, to'xta. Mening pullarim kam qolibdi. Bankdan 4 stak olmos olib kelib ber. Xo'p. Bugun Qaysi sandiqda turibdi? birinchisida turibdi. Xo'p. Birinchi men bu kassirga yoniga kelib chiqish kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima xizmat? Boy akamning olmosidan 4 stak olib ketmoqchi edim, maylimi? Xo'p, olib ketavering, agar boy akam o'zi aytgan bo'lsa. O'zlari aytdi. Xo'p, rahmat. Xo'p, charchamang. Xo'p. Birinchisida kattasida degandi. Voy, buni qaranglar bolalar. 4 stakmi? 4 stak. Bo'ldi, olib borib beramiz. O'zimizga ham ozgina olaylik. Bo'ldi, yetadi 39 ta. Boy akaning oldiga ketdik bo'lmasa. Boy aka, katta bo'yindi. Kattasi. Uyda ekan. Keldim, 4 stak olmos aytganmidingiz? Hozir olib kelib berganing uchun ham turing. Olib kelavering, boring, olib kelavering. Mana shutdim. Al. 64 tasini ham berib olamiz. Tur, menda 4 stak bo'ldi, hozir men butdan beraman. Tezlashing boy akam. Qorong'i ham qoldi, uyga borishim kerak. Bitta borganing 2 ta diamond, yana kelganing 2 ta diamond. Boraman. Bo'ldi. Ketdi uyga. To'xtanglar. Mashga solib qo'yamiz, bo'ldi, uxlaymiz endi. Voy. Ertalab bo'ldi. Bugun boy akani omarishga harakat qilib ko'ramiz. Ertalab bo'ldi. Kecha boy akani ishini qilgandik, bugun ham mana qara. Men buni o'ldiraman. Zombi. Qilichingiz boy akam, o'ldiring. Sizga yarashadi, o'ldiring. Ish bormi menga? Bugunchalik yo'q.
Yo'qmish. Hop. Bu yoqda creeper yuribdi sekin, bo'lmasa bankni portlatib yubordik. Ikkitami? Ikkita ekan. Bormang. Bormang boyaga. Portlaydi hozir. Bitta ekan u. Yo'q, uzoqroqqa olib ketib bor. Bittasi portladi. Portlatma. Uyingizga portlataymi? Sen nima qilishingni bilasan. Hech nima portlamadi desam. Voy, yaramas. Mana senga bitta ish bor, bu yoqqa ket. Men hozir to'xtang. Kelavering uyingiz yonida yurma. Men buni o'ldiray. Ana shu yerga bloklar tashlab qo'ydim. Bankning orqasini to'g'rilay. Portladimi? Da, to'xtata olmay qoldim. Bot sizda bot. Boymish. Uzr, qo'lim tegib ketdi. Qo'lim tegdi. Yaxshi. Urmang. Men bankdan ketib chiqay. Shit ham portlatibdi bu voy. Yetmasa kerak bu blok. Assalomu alaykum bankka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha. Men pullarimni ko'rgani keldim. Mayli, ko'ravering. Boy nimalar qilibdi. Buni bo'lgandan keyin videoni o'zim yoqib yuboraman bolalar. Mana tuzatib bo'ldi bolalar. Chaqmoq ham cho'kibdi, qo'rqizib odamni. Uyga boraylikchi. Boy aka pul berish kerak edi. Yoniga borib ko'ramiz. Qani endi bu? Boy aka? Boy aka. Menga pul berishingiz kerak edi. Bering pul. Kelaveradi bu ham. Eshikni ochmoqchi edim. Urvardim. Pul bering. Bank yonini tuzatib qo'ydim. Chaqmoq so'kib yotibdi bolalar. Bu yoqdaman men. Ko'r. Orqangizdaman. Bering. Yo'q, urmang. Pulni bering bo'ldi. Men buni ko'rdinglarmi bolalar hozir? Yo'qol bor. Rahmat boy akam 10 ta. Rahmat. Bezovta qilma meni. Ovqat yorib. Ketdi endi. Uyga. Buni mana kesib qo'yamiz. Bo'ldi. Uxlab turganimizdan keyin videoni davomini yoqaman bolalar. Voy. Soat ham ancha o'tgandi. Endi bo'y umaramiz. Ketdi. Boltani olamiz. O'ldirish uchun kerak bo'lib qoladi. Hali ham chaqmoq yo'q. Ancha o'tgandi. Qurollar. Hamon ko'rdilar bolalar. Hop, короче, boy umaramiz ketdi. Ancha qo'yibdi. Ancha qo'yibdi. O'ldiramiz. Shunchalik narsalarni o'g'irlab. Ay canım. Hozir buni qo'laveraman. Qotishmayne bo'ldi. Keyingi qismlarda bolalar boy yana o'marib xo'rlashimiz uchun 30